Assalomu alaykum qadrli kitobxonlar. Bugun men rus adabiyotidagi eng kuchli satiriklardan biri Mixail Bulgakovning It yurak asari haqida gapirib bermoqchiman. Ushbu asar 1925-yilda yozilgan bo'lib, tanqidiy g'oyalari sabab Sovet senzurasi tomonidan uzoq yillar nashr etilmagan. 80-yillarning oxiriga kelib ommaviy tarzda o'quvchilar qo'lida yetib borgan. Asarning bosh qahramoni professor Filip Filipovich. U Moskvada yashaydi va inson organlari ustida tajribalar olib boradi. Uning asosiy maqsadi inson xususiyatlarini sun'iy yo'l bilan o'zgartirish va yangilash. Shu vaqtgacha professor turli g'alati tajribalar olib borgan. Masalan, u hayvonlarning organini odamlarga qo'shish orqali ularning xususiyatlarini o'zgartirishga harakat qilgan. Gipofiz va boshqa a'zolar orqali hayvonlardagi nutq va harakat xususiyatlarini odamlarga o'tkazishni sinab ko'rgan. Shuningdek, u inson va hayvon xususiyatlarini birlashtirish, yangi turdagi inson obrazini yaratishga intilib, turli tajribalarni amalga oshirgan. Professor bir kuni och va abgor holatda qolgan it Sharikni uyiga olib keladi. Unga e'tibor va hurmat ko'rsatib ovqatlantiradi va parvarishlaydi. Biroq professorning niyati yaxshi emasdi. U Sharikni insonga aylantirish uchun g'alati tajribasini olib borishga qaror qiladi. Sharikning gipofiz va boshqa a'zolari ko'chada o'lgan daydi odamning organlari bilan almashtiriladi. Bu organlar itning tashqi ko'rinishi, nutqi va odatlarini belgilaydi. Professor tajribalarini olib borish davomida bu g'alati maxluqning yangi ovozi va harakatlari atrofdagilarga hayrat, qo'rquv uyg'otadi. Natijada it asta-sekin insonga aylana boshlaydi. Undan Poligrafovich Sharikov degan yangi inson paydo bo'ladi. Biroq mo'jiza sodir bo'lmaydi. Sharikov madaniyatsiz, dag'al va tarbiyasiz bo'lib chiqadi. Uning nutqi, odatlari va harakatlari hayvonga xos bo'lib qolaveradi. Endi unda inson huquqi bor edi. Lekin uning qo'polligi va beparvoligi atrofdagilarni qiynaydi. U turli idoralarga ishga joylashadi. Uydagi xizmatchilar va hamkasblar bilan kelisha olmaydi. Xatti-harakatlari ko'pincha nizo va tushunmovchilikka sabab bo'ladi. U hatto professorning hayoti va odob-axloqiga aralashadi, talablar qo'ya boshlaydi. Sharikov shahar atrofida ham o'zini qo'pol tutganligi sabab aholi va hamkasblar bilan ko'pincha mojarolar kelib chiqadi. Bulgakov Sharikov orqali jamiyatda paydo bo'lgan qo'shtirnoq ichidagi yangi odamlarning qiyofasini ochib ko'rsatadi. Bilimsiz, saviyasiz, lekin rasmiy minbar orqali qo'llab-quvvatlanadigan insonlar asar orqali odamni sun'iy yo'l bilan o'zgartirib bo'ladimi degan falsafiy savol qo'yiladi. Professor tajribalarni olib borishda o'zining mas'uliyati, ilm, fan va inson ma'naviyati o'rtasidagi qarama-qarshilikka duch keladi. Professor tajribani ortga qaytarishga majbur bo'ladi. Sharikov yana itga aylantiriladi. Bu orqali yozuvchi insonni qo'l bilan yaratib bo'lmasligini, u faqat ma'naviyat va tarbiya orqali rivojlanishi mumkinligini ko'rsatadi. It yurak bu faqat g'alati tajriba haqidagi qissa emas. U jamiyatdagi tajribasiz rahbarlar, bilimsiz yangi odamlar va inson tabiatining murakkabligi haqidagi hayotiy falsafiy satira. Asar sizni inson va jamiyat haqida fikr yuritishga undaydi. Bilim va ma'naviyatning ahamiyatini tushuntirib beradi. Aziz kitobxonlar, It yurakni o'qib ko'ring. Unda hozirgi hayotimizga oid
ko'p savollarga ishoralar bor. Bu qissa sizni fikr yuritishga, inson va jamiyat haqida fikrlashga majbur qiladi.